Hozir nima sababdan arzonbatda? Biz hozir aka bozorda sotamiz. Bu ugalovlarimizni va stenkalarimiz va yotoqxona mebel hamma mebellarimizdan bor aka. Bu mebellarimizni arzon sotilishining sababi aka sifatiga ta'sir qilmaydi umuman. Biz faqat aka bozorlik uchun narxlarni arzon qilib ko'pdan qoladi aka bizga. Bizda masalan bittadan sotib bo'ldi deb o'tirilmaydi. Oz qo'yib tez-tez. Xo'p, nima nimalar bor? Ugalov bor, yana nima bor? Ugalovlarimiz bor aka. Kelinlarimiz uchun mana har xil turdagi stenkalarimiz bor aka. Bu taraflarimizda mana yotoqxona mebellarimiz bor, har xillaridan bor aka. So'mol zavorlarimiz ham bor. Buni necha xil dizayni bor? Qanaqa high-techmi bu, qanaqa millimi bu? Bularimiz aka high-tech fasonda ishlangan stenkalarimiz aka. Stenkalarimizni turi bir 10 xildan oshiq turlari bor aka. Stenkalar. Stenkalarimiz. Ugalovlarimiz ham aka 15 xildan oshiq ugalovlarimiz bor. Har xil razmerlari ham bor aka, podsvetkalari ham bor. Har xilidan qilib beraveramiz. Buni dizayni ham Turkiyaning dizayni shekilli. Narxi ham misol arzon. Narxlari ham arzon. Misol 5-6 millionga mana shunaqa katta ugalov olib ketsa bo'ladi. Bo'ladi aka. 5 milliondan tortib 10 milliongacha ugalovlarimiz bor aka. 5 milliondan tortib 10 milliongacha bor. Xo'p, bundan tashqari dastlabki ustanovka ham yo'q ichida. Farg'ona bo'yicha dastlabki ustanovkalarni qilib beramiz. Stenkalarimizni ham aka o'sha narxlari 5 million, 5,5 milliondan boshlab 10 milliongacha ketadi. Hamma yo'q ichida bo'lib olib borib o'rnatib beriladi. Xo'p, mana lokatsiyamiz mana yerda mana Qumtepa bozor bo'lsa, mebel bozori, mana yerda metanni oldidan kirganda metanni orqasida ko'ryapsizlar. Mana shu yerdan bemalol ideal mebelni olishlari mumkin.